Assalomu alaykum hammaga. Men Anjan Soy tovuq bozoriga kelganmiz. Mana tovuq narxlar. G'ovda jo'jalardan boshlaymiz. Aka nech pul aka? 15 mingga so'mlar 15 ming so'm. Bunisi 20 ming so'm. Nech kunlik bular? Bir oylik 2 hafta 3 hafta. Bular 2 hafta 3 haftalik ekan, bular 1 oylik ekan. Bular 15 ming, bular 20 ming so'm ekan. Aka pastdan olib chiqasizmi? Nomeringizni qo'yib ketaman. Aytavering. 91lik 91lik 616 616 76 76 ga. Ismingiz nima? Ashurbek. Ashurbek akaga aloqaga chiqsanglar. Bunaqa jo'jalardan ko'pmi sizda? Ko'p bo'ladigan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana. Rahmat aka, bosavingizni bersin. Tog'a nech pul aka? 200 ming so'm. Bittasi menga, bittasi qo'g'az mana. 200 ming kam bor. Kami qancha endi tog'a? 150 ga beriladigan. Ko'rsana. Buni zoti qanaqa edi? Oq yapon. Ha, bu. Nech pul ekan bular? Ko'rdaylar. Qarami? 40 ming so'mdan ekan mana. Bu necha oylik olib qoldi bular? 1 oylik, ya. Raqillar o'zimiz o'rdaylar. 40 ming so'm ekan. Kami ham bormi yo 40 ming so'm bo'lishimi? Kami qancha endi aka? Video uchun aytib ko'raylik. Beradiganingizni 30 ming so'mdan beriladigan mana. Hammasini olsa. Ha, bo'ldi, rahmat aka. Aka pastdan olib chiqasizmi mana shunaqa? Bugun olasizmi? Ha, bo'ldi. Bular kimdan aka? Nech pul bular? 125 ming kami bor. Jupini aytyapsizmi? Bular jo'jami yo tuyatganmi? Jo'jaga o'xshayapti? Jo'ja ekan hali. Bularchi? Endi ular 350 ming so'm. Jupini aytasizmi, donasi nima? Jupimi? Ikkovsi ham makon ekan-a? Tog'a bir to'rttasini 5 dan bersa. Kami qancha buni? Bo'lishi. 320 mingga berasiz. 320 mingga beriladigan mana bunisi. Bunisi-chi? 100 ming kam. Kami qancha? Bo'lishini aytavering. 70 ming so'm. 70 ming so'm ekan bunisi. Rahmat. Kerak. Cho'jalarim ekan bu. Mashina olaylik birinchi. Bolalarimi? Bolada qani 300 ga beramiz. Nechta bolasi bor? 13 ta. 13 ta bolasi bilan 300 mingga bo'lishini berasiz. 300 ming. Pastdan olib chiqasiz siz. Nomeringizni qo'yib ketaymi? Telefon qilishadi. Nomeringizni qo'yib ketaymi? Telefon qilishadi. Olasiz, mana shunaqa tovuq olib chiqadi. Unga tovuqdan telefon nomeri Ha, bo'ldi. Aka bunisi necha pul ekan? 120 ming so'mdan deyapti-kan. Kamichi aka? bolada qilaveradi. Ha, bo'ldi. Bunisi siznikimi? Sizdanmi akam? Bu necha pul? 100 mingdan ekan. O yapon ham 100 ming, ha? Bolasini ko'rib. Ha, shu yapon ham 100 ming, ha? Yo'q, bunisi 13 ta. Bunisi 130 ming ekan. Bunisi 100 ming ekan. Yapon makiyat 130 ming. 280 berib. Bo'ldi aka. Bundan aka. Senga 50 ga beraman. Aka u 120 ming. 120 mingmi? Bo'lishimi aka? Aka 110 ga beraman. 110 ga beriladigan mana bu. Dakan. Cho'ja ekan. Seslarni ham ko'rsating. Bular nech puldan qilib berasiz? 110 dan beraman. 110 ming so'mdan tanlab olish. Qo'yapti. Cho'si ham tugayapti ekan. Mana. Akam o jo'jalar ham sizdan a? Mendan ko'ra. Bular nech puldan? Bolgarskiy sorti ekan. Aslida berishdagi bizga zamonlarda sotyapsiz. 7 ming so'mdan, 16 kunlik. 7 ming so'mdan 16 kunlik. 7 ming so'm. Aka nomeringizni qo'yib ketaylik. 88lik 88lik 236 236 65 55. 65 55 ga aloqaga chiqaverasizlar. Qora cho'ja kerak desa, bor mana aka. Akamizda mana har xil jo'jalardan bor. Aka bularni ham pulini bilib ketaylik. Bular 10 ming so'mdan ekan. 15 kunlik cho'ja 10 ming. 15 kunlik jo'ja 10 ming so'mdan ekan. To'g'ri. Rahmat aka. Quyonchi. 40 ming so'mdan. Bo'lishimi yo kami ham bormi?
40 ming so'mdan beradi. Mana shu bolani ko'zi quyon. Bo'ldi, rahmat aka. Aka necha pul ekan? 100 ming so'mdan. Qol. Kuyaptimi bular? Yo, jo'jami? Ha, bo'ldi. Ana ekan. Bunisi-chi? Mash xo'roz necha pul? 200 ming so'm ozgina. Bo'lishini aytib qo'ying buni aka, o'zingizniki ekan-ku. 150 ga berildi. 150 ga berilmabdi. Mana shu xo'roz. Aka rahmat. Uka necha pul ekan bular? 400 ming ekan. Katta ekan. 300 ming so'm ekan. Jupi 700 ming ekan-da. Kami qancha endi? 600 ming. 600 mingga beriladi ekan mana shu jupi. Mana makiyoni bilan. Ashtaqa tovuqlar olib chiqasin ponni, nomeringizni qo'yib ketaman. Ha, bo'ldi. Meskul. Aka sizdan 300 ming kam. Nechta bolasi bor? 10 ta bolasi bilan 300 ming kam bor ekan, yapon ekan. Bolalari yaponmi, yapon emasmi? Yapon, mana dollar. Bolalari ham yapon ekan, mana ular. Mana otasi mana ular. Hech pul bermaymiz. Aka bularni nechi pul? Ular 200 mingdan kam bor. Makiyonlarning 200 mingdan kami bor ekan. Xo'rozichi? Xo'rozni bonusiga qo'shib beradi. Xo'rozini bonusiga qo'shib beriladi ekan hammasini olsa. Bo'ldi, aka rahmat. Aka nechi pul ekan? Pulini bilib ketaylik. Hammasini. Bundan boshlayvering. Aka, hammasi 700 deyapti, kami bor. Hammasini 700 deyapkan, kami bor ekan. Bu jo'jaya bular a? Yo'q, katta. Katta. Uyatgani. Ha, bo'ldi. Rahmat. Indudi ham bolasini olib berdi. Uka, shunday o'tib oladi. Aka, shunday mashina olib. Nechi pul ekan mana shu indudiki? 700 ming kam. Enasi bilan. Enasi bilan 700 mingga beriladi. Enasi bilan 700 mingga berilmabdi. 7 ta jo'jasi bilan mana. Qo'shsa beramiz. Qo'shsa beriladigan. Bularchi? Bular 35 ming. 35 mingdan. Nima bu g'ozni bolasimi? Nima aka? Indiski ekan bunisi. Ha, bo'ldi. Rahmat. Yapon nechi pul ekan aka? 60 ming kami bor. 60 ming kami bor ekan. Kami qancha aka? Bo'lishini aytib qo'yaylik. 40 ming so'mga beriladi ekan. Aka bularimiz-chi, mo indudi bolalari? 700 ming kami bor. O'pshi, enasi bilan. Bolam, 4 ta bolasi 700 ming kami bor. Kami qancha aka? Bo'lishini aytib qo'yaylik. 600 ming bersa beriladi ekan mana 4 ta indu. Necha oylik bo'lib qoldi? Taxminan 3 oylik bor ekan mana. Mo'ja aka, dakanmi? Yo'q, tovuq. Tovuq, necha pul ekan? Xo'roz bosib tulab ketdi. U dakanga o'xshab ketdi. 100 ming deyapsiz-da. 100 ming ekan tulab ketgani. Bu makiyonchi aka? Makiyonni aytmading? 150 deyapsiz. Makiyoni 150 ming so'm ekan. Uni 280 deyapsiz. Buni Bo'lish 200 ga beraveraman. Buni 200 mingga beriladi ekan mana. Endi. Rahmat aka. Nima ko'rpes? Sherzodbek 60 aka, YouTube kanali. Aka nechi pul ekan? Pullarni bilib ketaylik. Xo'rozlar 100 mingdan va 150 mingdan ekan makiyonlar. Sherzodbek 60. Ha? Aka bo'lishini aytdingiz-a? Kami bor. Xo'rozdan 80 mingdan qilib berasiz. Makiyonlar 100 mingdan qilib beriladi ekan bo'lishi. Jo'jalarni aytib ketaylik aka. 10 mingdan. 10 ming so'mdan necha kunlik? 3 kunlik. 10 ming so'mdan. O'zimizni haqqillardagi bularchi aka? Bular 10 ming. 10 ming so'mdan ekan. Bular 13 ming so'mdan mana. Bu necha kunlik bo'ldi bular? 21 kunlik bo'ldi. 13 ming so'mdan 21 kunlik. Qora jo'jalar. Aka bu yoq ham sizdanmi? Makiyonlar 130 dan xo'roz 200 ming so'm. Bo'lishini aytdingiz-a? O'rdalar ham sizdanmi? O'rdan. Aka nomeringizni qo'yib ketaymi? Ayting. 50
070 0351 ekan. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Qo'nni bu akamiz mana shunaqa go'jalar bilan, tovuqlar bilan shug'ullanadi. Aka rahmat. Xo'p. Bu makonimiz nech pul ekan? Aka nech pul ekan? 30 mingdan kami bor. 30 ming so'mdan kami bor. Bu jo'jami yo tug'yaptimi aka? Tug'ishga oz qoldi. Tug'ishga ozgina qolibdi mana. Jo'jadan chiqdi. Jo'jadan chiqib qolibdi. Haqqillar o'rtaydi, ha? Aka sizga Rahmat aka. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Ishlar yaxshi. Sizlarga qalaysiz? Salomatchilik yaxshi. Olyapsiz. onlayn beryapsizmi yo ertaga qo'yasizmi? Ertaga qo'yaman aka. Bugun kech payt qo'yibman. Yo'q. Mayli, obuna bo'lmaydi. Rahmat aka. Aka nech pul aka? 50 mingdan. 50 ming so'mdan. Bo'lishini aytyapsiz? 50 ming so'mdan. Ular ham 50 mingdan. Yo'q, momo kattasi qimmatroq momo kattasi. Qolgani 100 mingdan. Qolgani 100 mingdan. Bu 100 mingdan bu kattalar. kattalar 300 ming so'mdan ekan. Qolgani 100 mingdan mana. Ha, Asosiy kattalar. qaysi? Yo katta bo'lib qolganda o'sha. Aka nomeringizni qo'yib ketaymi? 90 756 756 756 84 88. 84 88 ga aloqaga chiqaverasizlar. Shu akamizda bo'ladi ponni. Akkaunt yozib qo'ying. Akalar mana buni. Aka nech pul ekan bular? 30 ming. 30 ming so'mdan. Nech kunlik aka bular? 18 kunlik. Buzullar tovuqlar mana 30 ming so'mdan. 18 kunligi. Hammasi bir xilmi? Aka nomeringizni qo'yib ketaymi? O'tgan safar ham qo'yuvdim adashmasam sizga, aka. Qo'ying, pastda endi sotasiz ekan-ku. 90 762 52. Ismingiz nima edi? Abu Bakr aka aloqaga chiqsanglar mana shunaqa jo'jalardan onni sotadi. Aka bu qora jo'jachi? 8 ming so'mdan. Nech kunlik bo'ldi bu? 3 kunlik. 8 ming so'mdan. Qora jo'jalar. Aka rahmat. Endi u aka? Nech puldan oldingiz? Bitta ko'rsak bo'ladimi? 80 ming so'mdan olinadi. Bitta mashina. Maylimi? Ha, ko'ring. Video uchun. Necha oy yopibdi aka bu? Taxmin. Bir oydan oshdi. Ha, bo'ldi. Rahmat aka. Nech pul aka? YouTube'ga. Sherzodbek 60 yozsangiz chiqadi. Yozing. Aka nech pul aka? Juftani 150 ming so'mga beriladi ekan. Bo'lishi. Bularimiz aka buni ham bilib olavering. Bu ham shunaqa. Bu ham 150 ming so'm ekan. Makonizchi? Buni bilmaysizmi? Ha, bo'ldi, qo'yavering. Chiqdimi? 60 ta. Sherzod T bo'lmaydi, D bo'ladi.